Salom qizlarjon. Xullas, men sizlarga zo'r kiyim do'koni topib qo'ydim. Gulum Galereya butikini hozirlarga obzor qilib beraman. Qani ketdik. Mana shu ko'rib turgan asal koftichkalarning hammasi skidkada atiga 150 ming so'mdan. Qizlar shoshilinglar. Mana bu koftichkalar esa atiga 100 ming so'm. Zo'ra. Mana shu hamma turetskiy jinsi shimlar atiga 150 ming so'mdan. Boshqa do'konlarda bunaqa narx yo'q. Qizlarjonlar, qaranglar, bular ilgari 650 mingdan sotilgan, hozir atiga 300 mingdan. Tugab qoladi, shoshiling. Hamma yoqqa kelinglar. Mana ko'ryapsizlar, hammasi zo'r tovarlar, bular ham skidkaga tushgan. Voy qizlar, mana bu oyoq kiyimlarni qaranglar, mana bu krossovkalardan tortib, mana shunaqa zo'r oyoq kiyimlargacha, bilasizlar, bular qanchadan sotilgan oldin? 45 dollardan. Hozirgi narxi 23 dollar. Srochna kelib olmasanglar bo'lmaydi. Mana hammasini ko'ryapsizlarmi? Shularning hammasi mana kuzga maza qilib kiysizlar. Atiga 23 dollar. Kelinglar. Mana bu nejni kiyimlarni qaranglar, qizlar, bular ilgari 700 ming so'mdan sotilgan. Hozir esa 400 mingdan. Bular har xil rasvetkalari bor. Mana sifatiga gap yo'q. Shunaqa chiroyli, sifatli, cherni kiyimlar qidirib yurgan ayollarimiz uchun ham katta skidka ilgari bular 1 million so'mdan sotilgan. Hozir skidkada 550 ming so'm. Qizlar, mana buni qaranglar, kojinkalarning ichlari paxmoqqina, yumshoqqina, issiqqina hozirgi kuzgi faslga olsanglar bo'ladi. Narxi atiga 400 ming so'mdan. Xullas o'rtoqlar, bu do'konda yo'q narsani o'zi yo'q. Skidka bo'layotganda kelib olib qolinglar. Hamma tovarlari sifatli, gap bo'lishi mumkin emas.